Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka opa-singillarimiz, yaxshimizlar, tinchimizlar. Sizlarga bir noxush xabar bilan chiqyapman. Shu videoni oxirigacha ko'ringizlar, tushuntirib o'taman. Hayitdan 2 kundan keyin men sizlarga video chiqargan edim YouTube'ga. Tojikistondan Dushanbe shahridan bir opamiz, tojikistonlik o'zbek opamiz davlindan urib, miyasiga qon yugurib, koma holatga tushib qolgan edi. Shu opamiz mana bugun sizlarga aytayin, uzr, men yodimdan ko'tarilib qoldi. 5-aprel kuni bugun ertalab doktorlardan xabar keldi, vafot etdi deb. Olamdan o'tib qo'yibdi. Shu chiqargan videomizdan 34.800 rubl Tinkoff va Sberbanklarga pul tushgan edi. Morgga bugun hali yuboryapti. Morgdan Tojikistonga jo'natish uchun yuborguncha kamida 200 ming rubl pul kerak ekan. Bizlarda ham pul bor ekan. 50 mingga 60 mingga yaqin pul bor. Общий jami o'zlari, qarindoshlari va YouTubedan chiqqan pullar bilan 60 ming rublga yaqin pul bor ekan. Yana 140 ming, 150 ming rublga yaqin pul kerak bo'ladi. Qo'llaringizdan kelsa shu ekrandagi nomerlarga kartalar ulangan yozib qo'yib nima deb chiqishlarigacha yordam qilingizlar, iltimos. Shu o'zimizda shu musulmon birodar opamiz shu yerda Rossiyada qolib ketmasin, iltimos sizlardan. Hech kimi yo'q. Avvalgi videoda aytib o'tganman, hozir yana aytib o'taman. Vaqtida yeri bilan ajrashgan, farzand ko'ra olmaganidan keyin turmushga chiqmagan. Rossiyaga ishlab yurganda vafot etib qo'ygan. Bu kun har birimizni boshimizda borda, bir kun emas bir kun vaqti kelganda, soat kelganda shu narsa boshimizga keladi. Sizlardan iltimos qilamiz, shu 150 ming rubl pul qo'ldan kelgancha yordam qilingizlar, yig'ilib qolsin, tezda Tojikistonga jo'natib beradi. Shu ichkariga kirib video qilish mumkin emasda bir akamiz videosini tashladi menga, kirib shu dashirincha kamera qilib qissaga telefonni qo'yib olib chiqqan videosini qo'yaman, kasalxonada yotgan videosini. Hozir endi olamdan o'tib qo'ydi. Ko'ringizlar qanday holatda yotganini va qo'ldan kelgancha yordam qilingizlar. Tanish bilishlarga tarqatib qo'yingizlar kommentariyada. Shu joylar jannatda bo'lsin, Alloh rahmatiga olsin deb kommentariya yozib ketingizlar, chunki videoni ko'proq inson ko'radi. Pul taylab yordam qilayotganlar ko'p bo'ladi-da. Tezda pul yig'ishtirilib qolsa jo'natib yuboramiz, sizlarga video qilib chiqaraman. Men bir joyga ish bo'yicha kelganman aka-ukalarimiz, bor gal uspit qilmay qolib bir Podmoskvaning bir chekka joyda yuribman, shu yerda bir vagonda turib video olyapman. Srochna shu xabar kelganidan shu videoni sizlarga olyapman, qo'ldan kelgancha yordam qilishlaringizni so'rab qolamiz. Sog' bo'lingizlar.